70 yoshli chol xotiniga yosh qizchaga uylanish xohlayotganini aytibdi. Xotini dod-voy qilish o'rniga yosh va go'zal qizga uylantirib qo'yibdi. Shu tariqa bitta uyda yashashni boshlashibdi. Oradan vaqt o'tib, yosh qiz cholni birinchi xotiniga aytibdi: "Menga qarang, men yosh bo'lsam, go'zalman, hech ham eringiz rashk qilmaysizmi?" debdi. "Bu holatdan baxtsiz emasmisiz?" deb so'rasa, bunga javoban kampir: "Menga qarab olam" debdi. "Men erimni tog'dek yelkalarini, qop-qora sochlarini poralashini, oppoq sadafdek tishlarini yaltirashini, bosgan qadamidan o't chaqnashini ko'rdim. Sanchi, ko'ksini xirillashini, kechqurun xo'rillashini, tangli tishlarini shaqillashini ko'rvasan. Nimasini rashk qilaman?" debdi. Xullas, bu dunyoda qariganda yosh qizchalarni xolab qoladigan cholladan va ularga tegishga rozi bo'ladigan qizlardan battar tuban, xor, xarob va zavolli mavjudot bo'lmasa kerak. 70 yoshli chol xotiniga yosh qizchaga uylanish xohlayotganini aytibdi.